Assalomu alaykum yana bir marta. Mana Xorazm viloyati Xiva tumanida bitta klientimizning uyiga 11 sistemada 20 kilovatli lonji panellari va Solex brendidagi invertorlarimizni uстановка qilib berganmiz. Stansiyamiz hozir ishga tushdi. Mana klientimiz o'zi ham guvoh bo'lib turibdi. Stansiyamiz hozir yaxshi holatda ishlayapti. Hozirgi ob-havoda qish kuni, hozir soat 12. Stansiyalarimiz hammasi mana elektromontaj ishlari qo'ldan kelgancha harakat qildik, chiroyli, sal estetikga to'g'rilab. Bu shahar tarmog'imiz, bu yoqda yordamchi avtomatika shitlarimiz va 20 kilovatli Solex invertorimiz. Hozirgi holatda mana ob-havo -1, -2 gradus ko'rsatyapti. O'sha holatda ham 13,5 kilovat, deyarli 14 ga yaqin elektr quvvatni ishlab chiqaryapti. Klientimizga monitoring sistemasini ham ulab berganmiz, mana telefonlarida. Hamma informatsiyalarni o'zi kuzatib onlayn ko'ryapti. Sizning fikringiz qalay? Shundan o'zga stansiyamiz bo'yicha ishlashlari qalay? Stansiya yaxshi, lekin monitoring ancha nima ekan? Monitoring borligi yaxshi ekan. Qancha ishlaydi, masalan, necha soat ishlayapti, qanaqa yuklama bo'lyapti, hammasini bilsa bo'lar ekanda. Onlayndan oraliq kuzatib yursangiz bo'ladi. Agar men boshqa joyda bo'lsam ham, telefonda ko'rsam bo'lar ekanda, uyda qanday ishlayapti, kelib bir ko'rishyapti, emas yoniga. Ishimizdan ko'ringiz to'ldimi? Bo'ladi, sifatli. Yaxshimi? Montajlarimiz, boshqa ishlarimiz, tepadagi, pastdagi ishlarimiz hammasi yaxshi, yaxshi. Qo'lingiz egidek, yoqdi. Shunday. Mana hamma zashtalarga, tepadan karkasimizdan va elektr kommutatorlarimizga hammasiga kontr-zazemini qilganmiz. Ham tashqariga chiqarib zazemilarimizni qoqqanmiz. Alternativ Solar Energy jamoasi mana Xorazm viloyati Xiva tumanida bitta klientimizga 20 kilovatli konkret sistemada quyosh fotoelektrik stansiyasini o'rnatib berdi. Hozir stansiyamiz ishga tushdi. Ishlash prosesslari ham normada, hammasi chiroyli, hamma monitoring sistemalarini bu kishiga ulab berdik. O'zi tekshirdi, ko'rdi. Ishimizdan endi o'zining fikrlarini bildiradi. Ishimiz qanday bo'ldi, og'a? Ish yaxshi, sifatli, menga yoqdi. O'zi nimasi, tagini karkaslari ham, boshqalar joylashuvi ham hammasi yaxshi. Qo'lingiz to'ldimi ishimizdan? Yo'q, ko'nglim to'ldi, ha. Konstruksiyamizga, panel o'rnatilishiga, elektromontaj ishlari, Hammasi ham stansiyamizning hozirgi ob-havoda ishlayotgan ishlash nimasiga, protsessiga. o'zim ham o'ylab ko'rdim, masalan, invertor ham hozir qo'shilgan bo'lsa, masalan, 1-2 soat bo'ldi-ku hali. Lekin ko'rdim, yaxshi. Masalan, realni ko'rmaganman-da, bundan eshitganman, realni endi o'zim ko'rdim. Yaxshi, sifatli edi. Ishimizdan ko'nglingiz to'g'ri. Ko'nglim to'g'ri, tavsiya qilaman hammaga. Rahmat, salomat bo'ling. Sizlarga ham ishlarga omad. Salomat.